Assalomu alaykum, hurmatli fraksiyadoshlar. Bugun bir nechta qonun loyihalarini ko'rib chiqishimiz kerak. Hurmatli deputatlar, yoqilg'i energetika sohasida huquqbuzarliklarga qarshi kurashish mexanizmlarini yana takomillashtirish, energiya resurslaridan oqilona foydalanish, xalqimiz orasida resurslarni tejash bilan bog'liq to'g'ri tushunchani shakllantirish maqsadida mazkur qonun loyihasini konsepsiyasini ma'qullab berishingizni so'rayman. Foydalanish qoidalari, masalan, ruxsatsiz ulanib olish, qo'shimcha bir tochkalarda bir ulov olish ham foydalanish qoidalari buzishga kiradimi? Ichki ishlarda Milliy gvardiyani bu sohadagi tajribasi, bilimlari yetadimi ma'muriy bayonnomani tuzishda? Amaliyotda muammo keltirib chiqarmaydimi? Endi bunda qarasak, to'g'ri foydali qonun bo'lyapti. Lekin yana ham kelyapmiz shtraf. Keldilar, ketdilar, shtraflarni kattaytirsangiz shunda zo'r bo'ladi. Qani o'zgarish? O'g'rilik dedimi? O'g'rilik jazosini olish kerak. Jazo degan narsani foydaliligi shundaki, yomon narsani qaytarishga harakat qiladi. Sohani demak islohotlari bilan nimaga bog'lanmayapti? Nimaga xorijiy tajribani o'rganamiz? Chunki boshqalar qilgan xatoni takrorlamaslik, ularda ijobiy tomonlarini olish uchun. Bu xorijiy tajribada yo'q ekan yoki bo'lsa sizlar aytinglar, yo'q ekan deb. Noto'g'ri ma'lumot beryapsizlar. Maqom nima uchun kerak ularga? Bu yerda yozilayotgan qo'llab-quvvatlash normalaringiz, hatto o'qituvchining maqomi to'g'risida qonun ishlab chiqarganimizda ham buning 100dan biri ham yo'q. Normalarni takrorlamasdan mehnat kodeksiga demak havolaga qilsa bo'lardi-ku. Nimaga alohida kategoriya sifatida ko'rsatilib, ularga shu mehnat kodeksidagi belgilangan moddalar yana takrorlanib kiritilyapti?